Shu videoni ko'rmasangiz oxirigacha afsuslanib yurasiz umringizni yarmigacha. Chunki yarim naqdda bugun 43 talik smart bundan arzonroq qo'yadigan bo'lmaydi. Internetda aynan shunaqa 43 diagonalli televizorlarga katta rasprodaja berib 3 million 200 mingdan 2 millionga narxini tushirib sotayotgan ekan. Taxmin ko'ringlarchi, men buni narxini sizlarga necha pulga arzon qo'ya olaman? Bozorda shuni 1 million sotyapmiz deyotgan chala sotuvchi aqllilarga bu 43 diagonalligi ekranini o'zi ham 2 million 500 mingdan oshib turadi. Televizorni ko'rinishi shunaqa strogi, bezramishli deyiladi. Metallический оправалada Android platformada ishlaydi. Xohlagan приложенияларni yozib olsanglar bo'ladi. Arzon etib o'zi arzon narsani berib yuborsan deyotganlar ham bo'pti. Mana ikkita pulti chiqadi, gapirib turib boshqarsanglar ham bo'ladi. Bu televizorda ikkita встроенный tuneri, 3 ta HDMI porti, 7 ta tulpan porti, ham fleshga o'qiydi. Fleshkaga yana zapis qilsanglar ham bo'ladi. Yana qaytarib o'taman, soni kam emas, yetarlicha, lekin tez tugab qolish ehtimoli bor. Bugun soat 16:00 da Telegram kanalida sotuvchilarni qo'yaman. Telegramga o'tib xushyor tursanglar, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Boshqa joylarda 3 million 200 minggacha sotilib o'tgan shunaqa televizorlarni yarim narx kanali podpiska bosib qo'yganlar uchun bu televizorni bor yo'g'i 1 million 499 ming qilib beradi.